Ertalabdan sahar yurishga chiqdimda, yurib charchadimda. Bitta skameykaga kelib o'tirib olib, dengizni videoga oldim. Mana bu yer plyaj. Yozda bu vaqtda shunday to'la odam bo'ladi. Hozir suv ko'p. Ukun manbalarga ham chiqib ketgan lekin suvlar. Astag'firulloh. Allohim o'zingga shukrlar bo'lsin. Hey, ana men yurib boradigan qal'a yaqinlashtiraychi, yaqinlashammikan? Yaqinlashay ekan mana. Ana shu qal'aning oldiga borib, mashq qilaman. Oldimga mushukcha ham keldi. Ana qal'a. Yonida teknalar, kiymalar. Mana mushukchani kiyganini qaranglar oldimga. Hoy, kis, mittivoy, qalisan? Xayrli tong. Oldimga kiyma, shunday tukun ustimga to'kilibdi. Xo'pmi? Erkatoy. Oldimga kiyma. Shetib. Mana gullar qaranglar, gullar yotibdi, gullar. Chiroyli bo'p. Nexta kaptarlar uchib yuribdi. Ana. Suv ichishga kelyaptimi, don yeyishga kelyaptimi, bilmayman bular. Qishda bularga ham ovqat yo'q. Kech chiqdimda bugun yurishga, odamlar o'zi yo'lda. Yozda bu vaqtda bu yerlar to'la odam, turist. Mana bu yerda yalang'ochlar cho'milib yotgan bo'lar. Mazza qilib. Kis. Shunaqa gaplar, azizlarim. Turkiyaga kelganlar buni yaxshi biladi-ku. Plyajga yaqin yashaganlar. Oqshom ham kirib cho'minaveradi bular. Shetib shunaqa gaplar. Mana gulchalar qaranglar, turib yurib gulchani ko'rsatayin. O bismillahirrohmanirrohim. Mana chiroyliligini. Ay, fioletoviy ichi bunaqa oq. Ay, mana bu mushuk meni orqamdan kelganini. Har xilcha. Eng yaxshi ko'rgan rangim mana bu. Fioletoviy. Mana bu ham chiroyli ekan. Buni ham yaxshi ko'rdim. Atlasga o'xshaydi. Yangi ekibdi-da. Hali qumi ham ketmagan. Mana bu yerga bir bolalar Aydın buyuk shahar belediyasi deb yozib qo'ygan. ABB nima degan bo'lsam. Mana mushukcha men bilan birga kelyapti, mana qaranglar. Assalim meni mittivoy. Ana. Chiroyli joylar. Shetib Turkiyaga ham bir kelib qoldik-da, xudo xolasa. Bugun uyda o'tirib hisoblamoqchiman. Turkiyaga kelganimga necha kun bo'ldi. Mana da sariq rangi ham bor ekan, bu ham chiroyli ekan mana. Chidi. Mana unaqa daraxtlar hamma joyda. Shu daraxtni ayam men 1 yildan beri shu yerda yuribman, shu borligini ko'rmagan ekan. Men ayamga hech ko'rsatmagan ekanman. U kun telefon qilib qoldi. Ko'chada yurgan vaqtim, sizlarda shunaqa daraxt bormi dedi. Ha dedimda, keyin ko'rsatdim. Bizda hammasi bu yerda shunaqa daraxtlar. Mana bu mushukcha uzoqdan chopib kelyapti yana menga. Setib shunaqa gaplar olamda. Endi nega mashq qilayotgan joyimga kelib qoldim. Ozgina mashq qilayinda. Sport bilan shug'ullanib keyin ketay. Uyga qarab yo'l olay. Endi bu videomni montaj qilmasdan shunday qo'ymoqchiman. Keyin Turkiyaga kelmoqchi bo'lganlarga yana bitta yangilik. Yangilik emas u. Kecha birovning videosini ko'rib qoldim. Tishingizni oldirib keling, unday qilib keling, bunday qilib keling degan butun ham ular yolg'on gaplar. Chunki o'zimda ham tilla tushim bor, bir nechta yaqinlarimda ham tilla tushi bor. Hech qaysini hech kim hech narsa degan yo'q, hech qaysiga. Sen tishingni ko'rsat, bir narsa qil degan yo'q. Shunaqa gaplar azizlarim. Endi o'chirdim.
ukamgina mashq qilayin, keyin uyga qarab yo'l olaman. Ketaman. Uni qal'aga ham borib kelsammikan? Yo uzoqlik qiladimikan? Undan ko'ra maniga mashq qilay.